Bo'lsa, xalqqa bo'lsa okalar, xalq maza qilsa biz xursand bo'lamiz. Bunaqa zo'r holatda Gentrani okalar bizning kanalda arzonga olasiz. Boshqa kanallarda okalar bunaqa narxga qo'ymaydi hech kim. 2015-yil mexanika korobka 106 000 km yurgan. Lekin mashinani qarang, tikkaligini 106 000 yurgan mashinaga o'xshamaydi, bori. Kraskasi okalar kapotida ikkita dona petnosi bor ekan, kirlosida mana shu uchida ekan. Qo'ygan joyi top-toza ekan. Bitta ustilarni olib kelib, bitta tekshirtirsanglar, xudo xolasa ishonch hosil qilasizlar. Texnik holatiga keladigan bo'lsak, okalar motor, hadovoy, korobka hammasi cho't ishlayapti. Bitta balon bilan gaz balon qo'yib olsangiz, aka, mana shu mashina ancha yil sizga xizmat qiladi. Narxini 7200 deyaptilar. Bo'lishi undan past tushirayman deyaptilar. Balki sizga tushib berarlar, aka. Pastda egasi nomerini qoldiraman. Gentra so'ralgan tanishinglar jo'natib qo'yinglar. Bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni maksimal like bosib, repost qilishinglar, okalar. Sizlarda ham mana shu arzon mashina bo'lsa, tekinga reklama qilib beramiz. Joylar sog' bo'lsin.